Noskursan sen, noskur. Ahmoq, odam bo'lmaysan. Nimaga unaqa odamsiz? Meni biror marta aylanishga olib chiqmaysiz, bolalarga ham umuman yangi kiyim olib bermaysiz. Qanaqa odamsiz? Umuman e'tibor bermaysiz menga. Siz oilaga bee'tibor bo'lyapsiz. Bo'pti. Yopmay so'rab keyin. Surat, kel uka. Assalomu alaykum. Salom, Mustafa. Nega kirmay ketyapsan? Bir masalada maslahatlashmoqchi edim. Keyin etmaslikka qaror qildim. Bo'p, tushunarli. Maslahatlashamiz pastga tushib. Hop, nima bo'ldi? Endi gapir Surat. Xullas aka, keliningiz bilan pastda ham urishadi. Uyda tinchlik yo'q. Har doim kelsam shu noligan, chakay ochilgan, bir yaxshi gapirib ham tushuntirib ko'rdim, yomon gapirib ham tushuntirib ko'rdim. Shu nima qilsam ekan deb boshim qotib, siz oldingizga bir maslahat bilan keldim. Qarasam siz uyingizda ham xuddi shu muammo. Indamay qaytib keta qoldim. Endi Surat, bu ayol kishini Xudoyim shu qo'rg'idan yaratgan. To'g'rilayman sen sindirib qo'yasan. Ular bizani tirchirimizni yursa, osh-ovqatimizga qarasa, bolalarimizga qarasa, ota-onalarimiz xizmatini qilsa, ularni ham shunaqa kamchiliklarga azbiy sabr qilishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi erkaklarga ahamiyat yetishmasligidan juda ko'p oilalar ajrimga sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham har doim ayol kishi bas kelish kerak emas. Shu hozirgacha mana shu misorobga sochilganda, hop deb qo'yirasan, lekin bari o'zing aytganingdan qolmaysan. Rahmat aka. Yaxshi ham oldingizga keldi.